Uxti, gilamga Pepsini to'kib Zilola yana nimalarni boshladi deb hayron qoldingizmi? Bugun sizlar bilan Roboclean'da hamma funksiyalari bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirigacha ko'rganga sovg'am bor. Birinchi ishda gilamlarimni urib qoqib pilisos qilib olishdan boshladim. Keyin boshqa funksiyalari bilan tanishib chiqdim. Ayniqsa mana shu funksiyasi juda ham yoqdi. Bir joyda changlar, akvaryumlarda qo'limiz kirmaydigan joyda changlargacha olar ekan, top-toza qilib qo'yar ekan. Bunisi esa yuvishga qiyin og'ir pardalarda joyda turib tozalab olar ekan. Mebellarda changlarni ham zo'r tozalar ekan. U menga eng yoqqan tarafi o'zini shampuni, xlorlari, assortmentlari bor. Gilamlarda turgan joyda yuvadigan nasatkasini sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Gilamga Pepsini qo'ydim va tozaladim. Wow, rezultatni ko'rib turibsizlar. Bo'lsa dedimda zelyonkani gilamga to'kdim. Rezultatini ko'rishlaring mumkin. Tortishini qaranglar. Umuman gilamda zelyonkani dog'i ham qolmadi. Super. Yuvadigan nasatkasini ham sinab ko'rdim. Ko'ryapsizlarmi? O'zi yuvib, o'zi tozalab berar ekan. Endi Roboclean bilan uyimizda yog'